Assalomualaykum aziz mehmonlar. Bugun to'yimizni ochig'ini e'lon qilamiz. So'zni kelinning dugonasi bilan kuyovni o'rtog'iga beramiz. Nodir aroq kuchlarga kayf bo'lib qoldi. Nimaga? Boshlovchi gapini tushunmayapti. Kayf bo'lganing yo'q, o'zi shunday gapiradi bu. Ol chalg'ima. Rock the microphone, straight from the top of my dome. Freestyle, rock the microphone, carry on with the freestyler. I got the carry on with the freestyler. Play us good, friendly for ozone. Rock the mic, right? Ana endi so'zni na'matni. Biroq o'sha qo'shig'ingizni bitta aytib bering. Jinnimisa u anjarlik Alisher Fayz, bu davr aka shu. Menga bo'ldi, kayf bo'lib qopti. Mahallamizning shoiri Dilshodbekka. Va Dilshodbek, 90-60 dan bitta eshitaylik. Hop. 80-70 figura hamma go'zal qizda bor, 90-60 figura faqatgina sizda bor. Jellaridan bilingan, oldidan zo'r ko'ringan. 21 ga kirgan figurangizga zakaz bor. Turganda yonib turgan, jo'ralar mushtoq yurgan. Shamollar tegib turgan figurangizga zakaz bor. Endi men kayf bo'lib qoldim, Qodir. Nimaga? Kuyovni kelin tort bilan qo'yapti. Qo'yaver ertaga rachot qilib. Qo'y. Bo'ynidagi taqinchoq tilla italyanski. Poshnalari kumushdan tufli italyanski. Qulog'iga taqilgan sirg'a italyanski. Ko'ylagi erta bilan turib bozor tomon shoshdim. Pari ko'zim qamashtirdi. Pari Suv qo'y joyiga. Sen uyga borib shortiga qurit, qayda. qarasam sallari pari turibdi bir pari qarasam sallari pari turibdi bir pari ko'zim qamashtirdi. Parini gavhari bo'ynidagi taqinchoq tilla italyanski. Poshnalari kumush. Ha ketersan, urushmaysanmi? Artist qochyapti, artist qoqaman. Dada. O. Behruz, Yoslar yo'qmi? qo'ling qani bola? Qo'ldan ayrilib qoldim dada. Nima mo'la yopishtirib olding? Maxsus topshiriq Meksikaga jo'natishyapti. Yur uyga. Prostoshka yo'qmi? Yo'q, bolam. Maxsus topshiriqlar qachon tugaydi? Har safar yuragim changallab o'tiraman. Maxsus topshiriq deganingiz esimga tushib qoldi. Oxirgisini samarali uddalaganim uchun mana menga ramziy ko'krak nishoni berishdida, shuni siz taqib bering. 500 so'm. Tangami? Dada, maxsus topshiriq bilan Laloku zavodiga kirdim. Yaxshi. Zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqarilyapti ekan. Bolaga botmas ekan, yumshoq ekan. 1 dan 8 gacha razmeri bor ekan. Sifatini ko'rib mendan bir blok olib kelaverdi. Men dedi. Dada, butun yer kurrasidan sir tutilayotgan haqiqatni aytaymi? Nima? Ronaldo bor-ku. Aslida Messi ekan. Messichi? Messi Harry Kane ekan. Dada, sizga bitta narsa aytsam, hech kimga aytmaysizmi? Yo'q, aytmayman. Ota o'z bolasini sotmaydi, to'g'rimi? Ha. Mana bu disk nimaligini bilasizmi? Yo'q. Bu disk. Mana shu diskda hamma mana maxsus topshiriqlarim mujassam. Yo'q. Qani ko'raylik-chi? Sahnaga birinchi shartimiz bo'yicha navbatdagi jamoani taklif etamiz. Sahnada yosh gvardiyachilar. Qivizimi? Odamni aldashingga qara, maxsus topshiriq deb. Qivizida yurar ekansan. Aytdim o'zi, bir oylikda maxsus topshiriq nima qiladi? Ya aldashingga qara. Dada, Ha? ordenlar turibdimi? Ha, turibdi. Taqvoli. Dang.